Samarqand davlat tibbiyot universiteti xalqaro maydonda yana bir nufuzli yutuqni qo'lga kiritdi. Times Higher Education Impact Rankings 2026 natijalariga ko'ra, universitet Birlashgan Millatlar Tashkilotining barqaror rivojlanish maqsadlari bo'yicha dunyo yetakchi oliy ta'lim muassasalari qatoridan munosib o'rin egalladi. Hozir shu haqida. Times Higher Education Rating agentligi jahondagi eng nufuzli reyting tashkilotlaridan biri hisoblanadi. Unda universitetlar ta'lim sifati, ilmiy tadqiqotlar, ijtimoiy mas'uliyat, institutsional boshqaruv, ekologik barqarorlik hamda xalqaro hamkorlik kabi yo'nalishlar bo'yicha baholanadi. 2026-yilgi natijalarga ko'ra, Samarqand davlat tibbiyot universiteti umumiy reytingda 301-400 o'rinlar guruhidan joy oldi. Eng muhimi, sog'liq va farovonlik yo'nalishida dunyoning 82-o'rniga ko'tarilib, eng yaxshi 100 ta universitet qatoriga kirdi. Shuningdek, sifatli ta'lim bo'yicha 101-200, maqsadlar uchun hamkorlik yo'nalishida 201-300, qashshoqlikka barham berish hamda gender tengligi bo'yicha 301-400, tinchlik, adolat va samarali institutlar yo'nalishida esa 401-600 o'rinlar guruhida qayd etildi. Times Higher Education platformasining impact reytingiga 2022-yildan buyon ma'lumotlarni taqdim etib kiritib kelamiz, universitet ma'lumotlarini. Times Higher Education Impact Ratingi BMTning barqaror rivojlanish strategiyasiga asoslangan 17 ta savolnomasi bo'yicha ma'lumotlar taqdim qilinadi. Agar universitetlar o'shaning ichidan 4 ta ma'lumotni to'liq taqdim qiladigan bo'lsa va 17-punkti bu Times Higher Education bilan hamkorlik haqidagi ma'lumotlar 5 ta, umumiy 5 ta bo'ladi. Ushbu ma'lumotlarni taqdim qilingan taqdirda ma'lumotlar tadqiqot tashkiloti tomonidan ko'rib chiqiladi va natijalari impact ratingni har yili bahor, yoz oylaridagi natijalari ommaga namoyish qilinadi. 25-yil va 26-yilda bizning universitetimiz o'sha 1000 talik universitetlar qatoriga kirdi. Bunda 25-yil 600-800-o'rinda band qilgan bo'lsa, 2026-yilda universitetimiz impact rating bo'yicha 301-400-o'rinlarni band qildi. Erishilgan natijalar universitetning xalqaro nufuzi tobora ortib borayotganini yana bir bor tasdiqladi. Oliygoh O'zbekistonning reytingga kirgan 50 ta oliy ta'lim muassasasi orasida 6-o'rinni, tibbiyot oliy ta'lim muassasalari o'rtasida esa 1-o'rinni egalladi. Bu yutuqlar ta'lim sifati, ilmiy izlanishlar, sog'liqni saqlash tizimi bilan integratsiya, xalqaro hamkorlik va barqaror rivojlanish sohalarida amalga oshirilayotgan tizimli islohotlarning amaliy samarasidir. Попадание нашего университета Universitetimizning ushbu nufuzli reytingga kirgani eng muhim yutuqlarimizdan biridir. Mazkur reyting nafaqat universitetning akademik salohiyatini, balki Birlashgan Millatlar Tashkilotining barqaror rivojlanish maqsadlariga qo'shayotgan amaliy hissasini ham aks ettiradi. Shuni alohida ta'kidlashni istardimki, bu natija butun jamoamizning fidokorona mehnati samarasidir. Umumiy reytingda 300-400-o'rinni egallaganimiz to'g'ri yo'ldan borayotganimizni ko'rsatadi. Bundan tashqari, bu natija mamlakatimizdagi eng yuqori ko'rsatkichlardan biriga erishganimiz hamda xorijning nufuzli oliy ta'lim muassasalari qatoridan munosib o'rin olganimizni anglatadi. Shu bilan birga oldimizda hali ulkan maqsadlar turibdi. Biz xalqaro reytinglardagi o'rnimizni yanada yaxshilash, xususan QS va Times Higher Education kabi nufuzli reytinglarda, ayniqsa fan va global ko'rsatkichlar bo'yicha yuqori natijalarga erishishni maqsad qilganmiz. Bu muvaffaqiyat faqat ta'lim sifati bilan emas, balki universitetimizning xalqaro maydondagi nufuzi va jozibadorligi bilan ham bog'liq. Talabalar bilan olib borilayotgan samarali ishlar ham ushbu natijalarga munosib hissa qo'shmoqda. Shuni mamnuniyat bilan qayd etish joizki, universitetimiz tibbiyot yo'nalishi bo'yicha dunyoda 82-o'rinni egalladi. Bundan tashqari, universitetimiz barcha tibbiyot oliy ta'lim muassasalari orasida yetakchi o'rinni egallab turibdi. Bugungi kunda xorijiy talabalarimiz soni 4500 nafardan oshgan. Bu esa chet ellik yoshlarning universitetimizda tahsil olishga bo'lgan qiziqishi ortib borayotganini hamda Yevropa va Amerika universitetlari bilan samarali hamkorlik aloqalarimiz rivojlanayotganini tasdiqlaydi. Reytingdagi muvaffaqiyatimizga bir qator ta'lim yo'nalishlarining xalqaro akkreditatsiyadan o'tgani ham katta hissa qo'shdi. Jumladan, davolash ishi, pediatriya, stomatologiya hamda xalqaro talabalar uchun mo'ljallangan umumiy tibbiyot dasturlari xalqaro standartlar asosida akkreditatsiyadan muvaffaqiyatli o'tdi. Albatta, ushbu yutuqlar mamlakatimiz prezidenti tomonidan oliy ta'lim tizimiga qaratilayotgan yuksak e'tibor va amalga oshirilayotgan islohotlar natijasidir. So'nggi yillarda oliy ta'lim muassasalarini qo'llab-quvvatlash borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda.
Bu esa bizga kelgusi yillarda, xususan 2027-2028 yillarda xalqaro global reytinglarda yanada yuqori natijalarga erishish hamda dunyoning yetakchi universitetlari bilan raqobatlasha olish imkonini beradi. Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, mazkur reytingda qatnashuvchi O'zbekiston oliy ta'lim muassasalari soni yil sayin oshib bormoqda. Samarqand davlat tibbiyot universitetining bu yilgi yuqori natijalari nafaqat universitet, balki mamlakatimiz oliy ta'lim tizimining xalqaro maydondagi raqobatbardoshligi ortib borayotganining yana bir yorqin ifodasi bo'ldi.